Senden 1 kilo aşıp ketdi desa, kechasi uxlamasdan kelib mashada paxta terdim. Shuni 1 kiloni o'sha odamdan oshiraman deb. Altmışıncı yılda ko'payishdim. 40'ım chiqqanda chiqdim. 40'ım chiqqanda mana shuga chiqib 100 kilo paxta terib berdim. Keyin shu bilan tushib ketdim mehnatga. Bir kuni onaga borib paxtaga tushsam, orqamdan sesivet keldi. "Hoy, Geroy" dedi. "Ha" desam, "Orqangda odam bor" dedi. "Nimaga?" desam, "Bugun" dedi, "seni paxtani tortar ekan, seni paxta o'qiladi" deyapti dedi. Ana mehnatni qarab. Şu asyadır boğdum, ana şu yarısını boğsam. O şarkını 453 kilo yedim. Bitti vurdum. 83'e kirdim. Xudo xolasa sezonda 4 sonradan ham oshirmasam ajolmas. Xudo kuch quvvat bersa teraman. Men o'tirib termayman paxta. To'g'risi aytaman, tikka turib teraman. Yangi yilgacha paxta terardik, yangi yilgacha. Qor, sovuq, unda yetigam yo'q, etikka kucham yetmaydi. Kalishsa boramiz. Paypaga bu vaqtda paypak kiygandi. O'ris bu paypak kiyyapti deyardi. Paypaksiz kalish bilan qirovda, qorda paxta terardik. Uni ichiga paxtaga suv ham qo'yardi. Loyni ichida terganmiz. Çünkü sen dedi kolxozda içine ada oxuvardingmi, endi ada o'qigani. Shu vaqtda ada o'qimadingmi deyishadi. Desam, "Haliyam qilaveraman. Kuchimda yetgancha qilaveraman" deyman. Bolalarim ham ko'ndiraman-da, bolalarim ham yaxshi. Paxta tersam o'zimni yaxshi his qilaman. Mehnat qilib o'rganganman, o'tira olmayman bir yerda deb, ama 1 minut ham o'tirmaydi. Tikka turib teradi. Bir yarım mingdan beryapti, naq beryapti, 5 kunda beryapti. Bir oyda 4 tonna paxta tersangiz 1 tiyin qo'shib beradi. Avvalgi tergan vaqtda. Ha, to'g'ri. Kirasiga 1 tiyin qo'shib beradi. Mana hozir qarang, 1,5 mingga, 1,5 ming.